Qonni ochdimi degan savolda siz har kimdan har xil ta'sir qiladi, bilasizlar. Men misol, aya faqat rostdan qonni ochganini so'raydi. Misol, ota qonni ochdimi desa, u qanaqadir ish hidi kelayotgan bo'ladi. Shu gideta bir 24 kun ham ovqatlanib o'tira olaman-da. Uka qonningiz ochdimi degan bo'lsa, u mana shu kechab yeb qo'ygan narsangizni yeb qo'ymoqchi bo'lib so'rayotgan bo'ladi. Opa qorning ochdimi desa, u nimanidir pishiryapti, pachag'ini chiqarib qo'ygan bo'ladi. Shuni jinoyat izini yo'qotish maqsadida. Uka qonningiz ochdimi? Yo'q, ochmadi desa. Zo'r qilib smetanali pirashka pishiruvdim-da, ozgina bir tog'ora yemaysizmi? Yo'q, va unchani faqat otam yeveradi, qizim xafa bo'lmasin deb. Agar kimdir qachandir chesnovdan kompot kutdi desa, men to'shni bilaman kim qalamiga mansub bo'lishini u narsani. Yo'q, opam yaxshi. Opa bo'lgandan keyin qarindoshlar gulpasi bo'ladi. O'shitgan men misol, opam men sizni yaxshi ko'raman, siz meni bog'lig'imsiz deb bitta galasovoy tashab qo'ysam, opam Gulpani profiliga meni rasmim qo'yib qo'yardi, tushunasizlarmi? Xuddi shunaqada. Endi hozir o'ylayapman, pul tashlasam menimcha ukamni chiqarib ham borsa kerak Gulpadan shab.